O'zbek bo'lmasa yo'q albatta. Yutqazdik! 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 O'g'ayni shuncha odam hurmatli kim o'tirgan tushundingmi? Hammadan ko'p baqirdi. O'zbek bo'lmasa yo'q albatta. Mana befarosat qaranglar. Hamma o'zbeklar o'tiribdi. Qala qala, turbatda, tur. Voy, turbatda chiqqina, voy. Siz o'tir tushundingmi? Mana ikkita sayohatchi oq-ukalar chiqolmadik bunaqa anaqasi. Hammasi Ronaldo muxlisi. Lekin millat o'ynaganda bunaqa bayram qilib nishonat asabimiz tushunamadi. Banditdan turib pastga otib yubormoqchi edi. Ochilgan. Ronaldo gol ursa shunaqa xursand bo'lyapti, asab o'ynadi. Lekin chiqolmaydi oxiri. Hamma haydab yuborishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, futbolga 570 milliard so'm ajratilgan ekan va o'sha O'zbekiston terma jamoasining murabbiyiga 5,5 million dollar deyishdimi, shunga yaqin pul ajratilgan ekan. Endi tasdiqlangan ma'lumotlarni ko'rmadim. Agarda rostdan ham shunaqa bo'lsa, bitta savol tug'iladi deyman-da. Bizga futbol shu darajada zarurmi? Mayli, biz futbolni qo'llab-quvvatlaymiz, sog'lom bo'lish, hammasi yaxshi. Ilohim O'zbekiston shu jahon chempionatiga chiqqan, mana chiqdi. Bu yo'lga ilohim shu jahon chempionlari bo'lib ketsa. Endi bu haqiqatan juda yiroqda bo'lishi mumkin, lekin bir kun kelib ilohim bo'lsin. Bundan tilakdoshmiz. Lekin shuncha milliardlab so'mlarni ajratish shartmi degan savol tug'iladi. Hop, nima bo'ldi? Mana tasavvur qiling, O'zbekiston jahon chempionatida yutib chiqdi. Nima bo'ladi? Pensionerning pensiyasi oshib qoladimi? Yoki stipendiyalar ko'tariladi, yo kontraktlar to'lanib qoladimi odamlarning? Yo uysizlar uy bilan ta'minlanib qoladimi? Toshkent shahrini qaranglar, hamma ko'p qavatli binoda ijarachilar bor. Bu yaxshi kundan emas-ku. Ijarachilar kundan kunga ko'payib ketadi. O shaxsiy uylarni ko'payib qoladimi biz futbolda yutsak? Nima o'zgaradi? Nima odamlarning yo maktablarda ta'lim sifati oshib ketadimi? Maktablardagi bolalar sonini qaranglar, bitta sinfda 40 ta, 50 ta, 60 ta bo'yatibdi. 20 tadan ko'paytirmaslik kerak. Undan ko'ra yangi maktablar ochaylik. Bir onkologik kasalliklar bo'yicha yangi bir tadqiqotlar o'tkazish kerak. Insonlarga uy bilan ta'minlashimiz kerak. Menimcha bu ijtimoiy davlat deb o'zimizni nomlaganmiz. Yangi jarimalar, har xil soliqlarni yo'q qilish kerak. Undan ko'ra bunaqa taraflarga ketayotgan bo'lsa pul, uni xususiy qilish kerak. Mana chet davlatlarda kimga kerak bo'lsa, marhamat, futbol klublarini o'zi moliyalashtirib, maza qilib o'zi ishlayversin. Uni xususiy qilsak ham bolalarni anaqasi tushib qolmaydi, u topiladi uni moliyalashtiradigan. Kerak emas, davlatdan chiqarib olish kerak bunaqa narsalarni, davlatni moliyalashtirishidan. Nima bo'lsa, qizim? Nima bo'lsa? Bitsinmi? Yo boshqa kanalga olib anaqa qo'y. Yutina O'zbekiston. Mana yig'ilibdi. O'zbekiston yutqazib qo'yadi. Yutadi, ana gol urdi. Ana gol urdi. Zatigari gol urdi. Yutqazdik! 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 O'g'ayni shuncha odam hurmatli kim o'tirgan tushundingmi? Hammadan ko'p baqirdi. O'zbek bo'lmasa yo'q albatta. Mana befarosat qaranglar. Hamma o'zbeklar o'tiribdi, Ronaldo baqiryapti o'zbeklar. Gol bo'lsa hammadan ko'p baqirdi. Gol bo'lsa hammadan ko'p baqirdi. O'zbek abrotdi. O'tir. Shuncha odam o'tirdi hurmatli. Ronaldo bu. Qala qala, turbatda, tur. Voy, turbatda chiqqina, voy. Siz o'tir tushundingmi? O'zbek bo'lmasa yo'q albatta. Voy, tur. Bas. Farmona aytdi. Chaqmani biretib dimanda. Mana ikkita sayohatchi oq-ukalar chiqolmadik bunaqa anaqasi. Hammasi Ronaldo muxlisi. Lekin millat o'ynaganda bunaqa bayram qilib nishonat asabimiz tushunamadi.
Men bittan turib pastga otib yubormoqchi edim. Ochilgan. Ronaldo gol ursa shunaqa xursand bo'lyapti, asab o'ynadi, chidolmaydi oxiri. Ham olib kelib haydab yuborishdi. Haydab yubordim. Ronaldodan shunaqa ko'nglim qoldi. Shunaqa ko'nglim qoldi. Plus. Qanday endi unga muxlislik qilamiz, a? O'zbekistonda shuncha muxlislari bor edi. Qana qilib bu o'yinda eslasaga bir umr. Qanday uni yaxshi ko'ramiz endi. Shunaqa ko'ngli qoldi.